Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz hamyurtlar, biz Samarqanddamiz, Ishtixon tumanidamiz. 3 ta yetim farzandni yolg'iz o'zi qiyinchilikda bir baliqxonani oldidagi bir kulbada katta qilayotgan qahramon ona haqida bugungi hikoyamiz. Juda ko'p ibratlarni sizga tayyorlaganmiz. Bugungi hikoyamiz, bugungi mini kinoyimiz Samarqanddan bo'ladi. Ko'ring, ibrat oling va befarq bo'lmang. Syomkani qayerdan qilishyapti? Assalomu alaykum. Hormangizlar. Hojana. Mana bu kishi aytgan ayol. Endi yordam qilib hozirroq nima qilasizlar-da? Yordam qilib turasizlar. Ha. Ha, bir nima qiling? Bizda jarayon boshlandi azizlar. Albatta videoni ko'ring, tomosha qiling, o'zingizga xulosa chiqaring, ko'p ibratlarni, eslatmalarni olasiz o'zingizga va hayotingizda nimadir islohotlarni qiling. Chunki bu videolar, bu harakatlar, bu mashaqqatlar, mehnatlar bekorga emas. Buning maqsadi bor. Sizga yetkazish va siz boshqalarga yetkazishingiz, ular boshqalarga yetkazishi. Biz o'zgarishimiz kerak. Biz o'rganib qolganmiz mana shunday zaiflarni, nochorlarni, qiynalganlarni faryodlarini doim javobsiz qoldirishga, o'zimiz bilan o'zimiz ovora bo'lishga. Bugun inshaalloh sizni o'zgaradigan kuningiz. Qizim, sizga bunday. Sizlar 1-2 kun sinov muddati bilan ishlataman. Buguncha men ko'z oldida mana shu stolda xizmat qilasiz. Men nima desam, shuni bajarib turasiz. Va kollektiv. Opasingga bu bir-biringizga yordam qilib ketaverasiz. Iloji boricha sizga yordam berishga harakat qilamiz. Xo'p? Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Rahmat, hammasi yaxshi. To'g'ri. Opajon, shashlik aytuvdim men. Yo'qsiz shashlik aytganman, kuska bo'y. Qiyma emas. Bunaqasi tushundingiz-a? Ha, bitta qora choyga limon choy. Piyola bering, keyin opa ikkita. Opa, siz keng bu kishilar shashliga tayyor. Shashligimizni ko'ring. Buni berasizlar, keyin kamini keyin qilib qo'yib chiqasiz. Stol so'ragan. Keyin men bitta yo'qsiz shashlik aytgandim-da. Ana unisi. Bitta so'rang. Yelka bering opajon, to'rtta. Ha, ikkinchi stolmi, to'rtinchi stolga, uchinchi stolga. Bu bilan uni. Bering, rahmat. Rahmat. Yo'q. Opajon shoshabmizdan. Opa, bitta shodni aytib yuboring. Shoshab bizdan iltimos, shodni olib keling. Sabr qilib keling opajon. Sabr qilib keling. Sabr qilib keling. Opa, rahmat. Mana shu shod to borgunimcha bu sovuq bo'ladi-da, ha, o'zingiz eslar. Sizga qolgan. Rahmat opa. Shoshab ket, rahmat. Rahmat. Qanday kamchilik? Rahmat, zo'r, shashlik zo'r, rahmat. Bo'ldi. Bo'ldi, demasa siz olib qo'yib. Bo'ldi, paketni o'zingiz yaxshilab o'rab, issiq qo'ying, bolalaringizga olib borasiz. Bo'ldi. Bolalar tayyorlaninglar. Bolalar tayyorlaninglar. Otaxon kiryapti, devon otaxon.
Assalomu alaykum. O'tirsam sizlar bilan. Sergimiz bor. Ha? Sergimiz borda. Boshqa joyda. Ya amak qo'ying-ki, qo'ying-ki. Tamam. Ya qo'ying, amak o'tirsak bo'ladimi? Yo'q. Ya qo'ying, boring nariroq, amak, boring-ki. O'tiring, o'tiring. Ya o'tirsak bo'ladimi? Ya bor bu. Kim bor buni chiqarib yuboring, aka. Nima bo'lyapti? Ya o'tirgani qo'ymayapti. Nima bo'lyapti, bobo? Yo'q, men chiqing. Ya o'tirsak bo'ladimi? Chiqing. Ya. Men Ey odamlar! Quloq soling. Ojizlarni xor qilmang. Rahmon sizlarni yodda tutsin. Agar u esdan chiqarsa o'zingiz xor bo'lasiz. Shuni unutmang. Hech qachon. Ko'chani oling, olti ko'chaga chiqib ketdilar. Tashlab chiqotdilar dodaga. Ha, mashallah. Said Ahmad, qara. Oling, Yo'q, oling. Men ham sizday qiynalganman. Oling, voy onajon. mayli, oling. Umringizdan baraka toping. Bola chaqalaringizni havasini ko'ring. Xudo bor, ko'rasiz. Yaqinda niyatlaringizga yetasiz. Ilohim aytganingiz kelsin. Hamma niyatlaringiz ijobat bo'ladi. Aytganingiz. Alloh bor. Xo'p, mayli. Mashallah. Ana izlar subhanalloh. Bu ayolning hech narsasi yo'q-da, uyi ham yo'q. Kundalik yeguligi ham yo'q-da, uyda go'shti yo'q, yog'i yo'q, saryog'i yo'q, shakari yo'q, lekin 3 ta yetim farzandi va qattiq Alloh bor. Ketdik. Bismillah. Assalomu alaykum. Bermasangiz bo'lardi-ku, o'zingiz muhtojsiz-ku. Ne berdingiz? Meni bolalarim bilan Odatda odamlar befarq-ku, berishmaydi-ku. o'zim shunday qiyinchilikka yetkazibman-ku. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Sizdek odamlar qolmagan hozir. Siz qahramonsiz siz. O'zbekning qahramon onasisiz, dunyoga ibrat qilib ko'rsatsa arziydigan. Sizdagi insonlarning haq hurmati Alloh bizni saqlab turibdi baloy ofatlardan. Bizning uyimiz to'la, hamma xolodilnikimiz liq to'la, garderobimiz liq to'la, seyfimiz liq to'la bo'la turib, qo'rqamiz, xuddi kambag'al bo'lib qolamiz, u ertaga och qolib ketamiz. Kimdir nimadir so'rasa, titrab qolamiz. Mana shunaqangi himmat kerak azizlar.
biz bir-birimizni yaxshi ko'rsak, imkon topiladi. Bular yaxshi ko'radilar-da, shuning uchun berishlari oson. Biz bir-birimizni yaxshi ko'rmaymiz-da. Shuning uchun berishimiz qiyin. Faqat o'zimizni yaxshi ko'ramiz. Xasismiz. Azizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, xasis odam Allohdan uzoq, jannatdan uzoq, odamlardan uzoq, do'zaxga yaqindir. Saxiy inson esa Allohga yaqin, jannatga yaqin, insonlarga yaqin va do'zaxdan uzoqdir. Ana endi o'zingizga savol bering, siz qaysi birisiz? Mana xuddi shu hozirgi vaziyatga o'xshab otaxon chaqiring. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Bu otaxonimiz O'zbekiston juda mashhur aktyorlardan shu rolni o'ynashga rozi bo'ldilar. Alloh bu kishidan rozi bo'lsin. Samarqand teatrida ishlaydilar. Subhanalloh. Bugungi sizni ijro etgan rolingiz inshaalloh meni niyatim hayotingizdagi eng ibratli, eng xayrli va siz uchun ikki dunyoda foydali rol bo'lsin. Gunohlaringiz kechirilgan on bo'lsin bugun inshaalloh. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Ilohim niyatlaringizga yetingizlar. Uncha-muncha odam bunaqa rol ijro etishga rozi bo'lmaydi-da. Nega rozi bo'ldingiz? Qizim. Aynan. Televizorlarda ko'rsak, YouTube'larda ko'rsak, bizlarga ham kelarmikin? Hammasi joyida bo'ladi. Mana bular hozir qarang. Hozir men nazarimda uncha-muncha odam ijro eta olmaydigan haqiqatda bir san'at asarini ijro etdilar. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Rahmat. Bolalaringizga bosh bo'ling. Salomat. Rahmat sizga. Xo'p, mayli. Uyda bolalaringiz kutib qoldi. Yuring yuzga endi. Ketdik. Bu narsani biz uyushtirgan edik. Yuring. Hammangizga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Dargohida qabul qilsin xizmatinglarni. O'zbekning saxovati izlar. Biz mana shunday birlashib, bir tani bir jon bo'lib muammolarni osonlik bilan yengamiz. Qo'rqmaslik kerak. Mana shu hozir bugungi onamizga o'xshab, shu qahramon ayolga o'xshab berishlikdan qo'rqmaslik kerak. Chunki Alloh beryapti-yu zotan sizga. O'zingiz paydo qildingizmi? Bering. Alloh ziyodasi bilan yana sizni xursand qiladi. Gunohlaringiz to'kiladi. Bu yani uy demeymiz, bu joy kim sizga bergan? Tog'amlarni baliqxonasi. Bir chekkada opamni chaylasi bor edi, o'sha joyda turardim. U yoqda juda ham qiynalib ketdim bolalarim bilan. Kichkinam mazasi bo'lmay qoladi, ikkalasining ham temperatura chiqib qoladi. Kechasi mashina chaqirimsiz ko'ring, topolmaydi. Shu yerga ket, shu yerda turasan. Bu bir xona, adashmasam. Bir xona bir tomonda o'zlarining narsalari turibdi. Faqat plitda hozir gaz qo'shib o'tiribman. Svet o'chadigan paytlarni nima qilasizlar? O'chib qolganda gaz qo'shib o'tirdim. Sovuqda ko'rpaga o'rab o'tiraman. Bola puldan boshqa daromadingiz yo'q? Yo'q, hozir shu bog'chaga ishga kirdim. O'shandan boshqa yo'q. Yaxshi bolalaringizni hech bo'lmasa bog'chaga tekinga olishibdi, Alloh rozi bo'lsin. Ha, yaxshi insonlar bor-da. Ha, shularning boriga shukr, yaxshi insonlar ko'p ekan. O'zini otasi boshini silamasa, boshqalar boshini silab yotdi. Alloh insof bersin. Alloh insof bersin bunaqangi insonlarga. Farzandini tug'dirib qo'yib, tashlab ketadiganlarga Alloh insof bersin. Men juda ham ichimdan qiynaladigan mavzuyim bu. Chunki biz aynan mana shu muammoni ustidamizda izlar. Biz borayotgan aksariyat xonadonlarda mana shunaqangi 3 ta 4 ta farzandi bilan ayolini yolg'iz tashlab ketgan holatlarga kelamiz. Yolg'iz hayot muammo mashaqqatlariga tashlab ketganlarning ustidan chiqamiz. Endi qanday qilib bu farzand o'zini jigar bandi-ku. Yig'lab ko'rsam bizlarga ham nasib qilarmikin desam, aya keladi, nasib qiladi, keladi aya deydi.
nimadan